45 yıl şu Aztakan bilen hayatının ahırıgıca birleşildik. Bu Aztakan'ın kılan emgigi endi. Hakikaten tiş odamadı. Her kaçan o şu çetelek olsakında bir not defter var, mail kırıntısı var. Eşek bağandık yılda eşeğinin bir kublet usum nakşını yetişkirek ko. Portugalya mı, Finlandiya mı? Eşeğde ipli bir temsilla. Dıkpaşı. Notun ismi onu bir saat içinde uyutut etti. Endi kılan emgigi şunçelik nurgun Aztakan'ı. Bir yerde Aztakan'ı eslep oturmuş. Bir vakıyan depesem men, Niyaz, Maksat üçümüz Teşkent Enstitüsü'nde okuyumuz. Praktik gip kaldık mege. Gülver adamda yaxşı tanıyı ki bizden prorektör. Teşkent'in kelgençi bizden okutkan var sizin tanıyı ki. Men Kazakistan'da bir Gülver Raziyeva'nı tanıyım dedi. Şu Gülver adam arkalık bizden taptı. Şundan Aztakan şu vakti bizge rehberde keldi. Aş bizden professorga yazgan aş notlarning hammasini xalq naqshlari, mush muqomlarni yazgan, kitoblarni ko'rsatib, ishlarini, emgaklarini ko'rsatdi. Bizning professor ma'lumda qarab, bizning institutning diplomini sizga mashadli yezib beray. Asa deganda, bu nima degan emgak shunchalik qilgan emgak. Aning degan Aztakan'niki gelecek muş yaşlığa bizge kılan emgege yaman nurgun. Muş kelsek aşı ilacı olsa aşı sen kayıtır olsa nim kuvvetse onu da işleyli. Onda beka otağındayız yoktu. Şu vakti biz üçümüz ne? Biz geldik andi 20 yaş vaktimizde. Maksat, Niyaz, ben 20 yaş vaktimizde biz birinci texnikumni tugutib keldik. Şunu tugutib kelgandan sizlar yana o'qishinglar kerak. Shuning uchun как раз alqi shu vaqtda profsoyuzning raisiga Aztakan. Üçümüzni boshlab akirib, men zayolik vaqtida biz o'ylaydigan niki 20 yosh vaqt. Shularni yezib bizni o'chirtqa qo'yibdi, biz uqmaymiz uni. Keyin institutni tugutib kelsak, mana bir 6 aydan keyin bir yildan ichida uy oldisizlar. Endi shu shogirdlar yomon nima qiladi-ku? Shu teatrimizdagi nurg'un yoshlar, teatrimizda nurg'un talantli bolalarni, mana bu yerda o'tirgan Nuralimlarni, mana bu yerda Gulbaharlar, hammasi. O'sha yoshlarga yomon ko'ngil bo'ladi. Anandan keyin o'zi zerikmatdi, erinmatdi, sizlar baydavatsizlar. Yomon kichik beyil odamdi. Ash kimlik ko'rsa, shundan chiqishiblar, qaysi respublika bormayli. Ash nima ashadli bir tuqqan, ashadli bir og'in tepiblar, umrvoyatni o'sha 100 yil aralashgandek aralashib ketadi shunchalik. Endi bu Aztakan'niki emgigi buyuk, haqiqat. Şu bizden profesörüm beka demigen, sizge meşedil diplom yezib beray deb. Uyghur xalq naqshlarini jutib ketmagan Uyghur xalq naqshlarımızdan hammasini zerikmay, erinmay, ömrünün oxirigacha oldi unutuga. Uni oz des muqomlarimizni oldi. Ash vatanlarga basaqmanim qiliblar, Ozod Burxonovning qo'shiq qanday kichkina u deb boshlab izlab ketadi. Mana bu Ozod Burxonov. Oddiylar bir kishi notlarını bir taktı bağın yerine notlarını taktı. Ondan keyin çıkıvatkan eserler. Leşne bana Aztakan'ın tesir nurgun boğunu. Ben mesela Teşkent Enstitüsü'ne geldim. Ben özüm gıcayını tükettim. Gıcayını tüketip prova koydum. Avaz boğandaki gıcay bilen nakşetmez ki, Niyaz kışımda gıcakçı, Mayaqtı Maksat neyci, şuna merhaba götüp, bizden tüketken fakültetimiz Xalq Asbablar Orkestrining dirijori. Biz o tiyatrga asosiy yoshlar vaqt hisob biz kelganda
опыркамла, bir 6-7 til muzikant badi. Şu biz kelgendikin notlarını yizip, hoşal bolup, Azdakam, bizge notlarını hem de yizip berettik. Langa kıp kayvakçı oturmuz. Dep Kuluskam kep maktap ketedi şunda. Şunun bilen bu Azdakam bir vaqtida ko'zini operatsiya qildi ku. Ko'zini operatsiya qilganda biz asosiy masalan ravabchi muzikant kerak ku orkestrga. Biz dirijorlikqa ancha chiqmaymiz, ba dirijorlar. Kechqurun звонит qilyapti. Tayirjon mening ko'zimni operatsiya qilyapti. Atikka Amanisaxon spektakl, yo'g'on krupniy palatno spektakl. Shuni sen dirijorlik qilsang bo'lmaydi deydi. Deysen o adamni qo'rqitib men dirijorlik qilmagan ku. Notini chog'i adamini. Yo'q. Men sen ishonma. Dedi. Shuning bilan aytsa emasan bir hafta tayyorlik qilib shu Azdakam meni dirijor qilyapti. Aslında shunchalik ishonchisini undaq odamlar degandiki aqlash kerak-da. Shuning uchun endi deymiz Azdakamniki adamgarchiligi, kichikpeyilligi kerak bo'lsa mana shu oxirgi vaqtlardagi hozirgi mana direktorimiz Dilmurod Baxarovni 6-7 yoshida Gülerdim bilan akilib Azdakam uyiga tug'izib Meşet muzikalni училище o'qitdi. Shu odamlarni o'ytiribchi Azdakam. Endi shunchalik shogirdlarni tayyorlagan, hammada ishlagan ishlarni butkul xalq, bunday aytsak butkul dunyo biladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qishidagi akademiyaning akademik bo'lganning Uyg'urlarni men qo'ymayman bir taldim ekan. Shu san'at tarafdan-chi? San'at. Akademikni berishim bekor emas. Shuning uchun bu Azdakamniki Uyg'ur xalqiga buyuk namoyon ekanligi, ne только что Uyg'ur xalqiga boshqa millatlarga butkul dunyo taniydi. Shuning uchun bugun Karlin ukam yig'ib mashundaq xatir qilayotganlarga mana Azdakamniki og'inlari Gulerdamlar, mana Abliskamlar, mayda aqllarimiz hammasi sizlarga rahmat, ishqib salomatliginglarni bersin Xudoyim, ishqib umringlarni bersin. Azdakamniki bu qilgan emgakleri hech qachon unutilmaydi. Maktabning bolalari hozir notlar bilan uchilishning bolalari, muzikalni o'qiyotgan bolalarning hammasi shu Azdakamning nimalari bilan o'qiyotdi. Kitoblar bilan. Mana 3 rayonimizning o'zi yozyapsizlar. Har biriga bo'lsang Azod, cho'ngima, kichigima. Azod bu kimlar ey? Azdakam og'aysi. Shunchalik kichikpeyilligida shu Xudoyim ishqiyat xayr jannatda bo'lsin. Qolganlaringlar omon bo'linglar. Xudoyim salomat bo'laylik. Ko'migan, xeyli yil ko'migan aqllarni ko'rdi, hammalarga salomatlik mana. Rahmatga Abliskamlar mana.